O'zbekistonda bor yo'g'i bir dona bo'lgan BMW M2 100 kilometrga necha litr benzin rasxod qilishini bilasizmi? Videoni boshlashdan oldin ekranga 2 marta bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Bu mashinamiz CJ2+. Bu degani kapotimizda tegidi 3 litrli 6 silindrli naq 850 tot kuchiga ega dvigatel yotibdi. Kitobi bo'yicha bu mashinamizga kamida 95 benzin quyilishiga to'g'ri keladi. Rasxodga keladigan bo'lsa, shahar ichida 8 tadan 10 tagacha. Lekin har doimgidek BMW marketologlari sal shu sirlilik qilishgan. Ana endi haqiqiy rasxodini aytishimdan oldin menga obuna bo'lib qo'ying, shunaqa eksklyuziv mashinalarni ko'rish uchun. O'zbekiston sharoitida esa bu mashinaga kamida 98 yoki 100 benzin quyishingizga to'g'ri keladi. Sababi bu mashinamizda darobotga qilingan. Rasxodga keladigan bo'lsa, egalari aytishlari bo'yicha 25 tadan 30 tagacha chiqayotgan ekan. Unaqada bu 850 tot kuchini ovozini eshitib ko'ramiz. Videoni BMW olmoqchi bo'lib yurgan do'stingizga jo'natib qo'ying, rasxodini bir ko'rsinlar.